Kecha mahallada shapaloni yeb yurgan. Bo'ldi yaqin, uspokойтся-qo'y, hammasi normalniy. Qiyomatligim sigaretingdan chaktir. Yaqin, qulog'ingda turibdi-yu. Uzr jigar. Allo, Dabrak, tinchlikmi? Qayerda tema qo'ysanlar? Adres tushuntirib yubor. Razgovor peragor bo'ladigan bo'lsa, shunda oktyabr bozoridan kelurishingda Vtary Power'ı to'g'risida bekshop ochilgan. Shotda shimotka qiluzi. Jigar o'ngdagini tanlaysam, chapdagini farqi yo'q. Crash bo'lgani uchun ikkalasi ham sanga o'tib ketdi. Chiroyli, go'zalligingga chidasa bo'lar ekan lekin. Sovuq kunligi issiq kiyimlardan ko'rsatib yuboringlar. Xo'p, yuringlar. O, yaqin zo'r bo'ldi-yu. Shuni bizning videoga olib qo'ying. Nima bular? Voy, yaqin choch buzilib ketdi-yu, apparat yoningdami? Da, yaqin vechni yonimda. Ata kiyimlarning sifrlari yo'qdi yaqin. Radik ata, hamma 99 ekan-u, sharmanda bo'lib qolmaymizmi? Yaqin xotiritsa qilmay, Svetoy do'ga qo'shib pensiyani ham berib yubordi. Shunda pensiyani uxlatdingmi?